Shu maza qiz bolajonlarimizga maza olib qoldi. Nimaga desanglar, mana bunaqa tayyor oshxonalar chiqib ketdi bolajonlarimiz uchun. Qaranglar, 100% taxtadan yasalgan. Mana bu qozonlari alyumindan. Bular esa taxtadan yasalgan ekan. Tepalari ochilar ekan. Tag'i magnitli qaranglar. Bu tortib oladi. Bu yoqda past ochilar ekan. Bu yoqda tarliga qo'yadigan joylari. Endi kir mashinaga necha deysizlar, mana buni qaranglar. Bu yoqda rakvinasi o'zini. Gazlarni ochamiz, ishlaydi. Hamma narsasi taxtadan. Tuzdonlar, ketchuplar, mayonezlar, bu yoqda soatlar, har bitta detaliga alohida e'tibor berilgan. Bu yoqda pichoqlari ham bor ekan. Do'konimizga sizlar xohlagan oq va rozi aralashni olib qo'yganmiz. Videoga like bosib qo'yinglar. Faqat ko'ryapsizlar-da, videoga like bosmayapsizlar. Sizlarga shunaqa zo'r narsalarni olib chiqib beraymi, yo'q narsalarni. Kimga qiziq bo'lsa murojaat qilaveringlar. Jaji Toys'ni istalgan filialidan xarid qilsanglar bo'ladi.